o'rtoqlar. Mana hozir yana shu mayitga qarab yo'l oldim. Dengiz bo'yiga, plyajga. Qani boraylikchi. Sekin-asta yurib ketyapmiz. Mana shu chiroyli domlardan o'tamiz hozir. Yo'lda bir chekkasidan ketyapmiz. Havo ayniq bo'lishiga qaramay, shundaqa dam odamni tellatyapti. 30 gradusgacha boradi degan issiqda. Shu Rossiyaning ob-havosi shundaqa. Bugun 30 gradus bo'lsa, ertaga 15 gradus bo'lib turaveradi. Ne za что? Yo'lini to'syapman. Iltimos aka, o'tib olay. Yo'l bering. Dardadan kelgan bo'lsangiz ham dedi. Ha, bo'pti deb yo'l berdim. Sekin tushib ketyapmiz. Mana ko'tarildik. Zapravkaning yoni. Mana bu yog'iga piyoda tushib ketamiz. Mana dengiz ko'rinishi. Manzarani ko'ringlar. Ana o'rislar yashashni biladi. Kafelar ekan. Sekin masjiddan tushib ketamiz. Mana balandlikdan ko'rinishi. Kafelar turibdi, bir-biridan chiroyli. Shunday chiroyli kafelar. O'sha yerda suzib yurishibdi. Mana yerda basseyn bor ekan, pulli ish bo'lsa kerak. Tushib boramiz pastga. Ana dengiz bo'yi ko'rinishlari, qirg'oqlari. Naqadar go'zal. Vaqt kelsa pul sarflab kelib dam olib ketishim mumkin bu yerga. Kelolmagan nechta. Tomosha qilsang arzigulik yerlar. Mana o'zi yetib keldik plyaj distansiyasiga. Dam oluvchilar juda ko'p, nihoyatda ko'p ekan. Mana sal qolsa shlaybaunga boshim tegaydi edi. Mana yax klubga kirib kelyapmiz. Mana shunday chiroyli joylar. Shunday zo'r yerlar. Kimlar havas qilmaydi bu yerga? Shunday puli borlar bor, kelgani vaqti yo'q. Dam olib ketgani, puli ko'p, vaqti yo'q kelgani. Vaqti borlardi, puli yo'q kelgani. Demak, menda ikkalasi ham bor ekan. Kelyapman, mana vaqt topib ham O'zbekistondan pul sarflab keldim. Demak, unisi ham, bunisi ham bor ekan menda. Nolimasam ham bo'laveradi ahvolda ekanman. Mana dengizda dam olyapman. Mana hozir mashinga chiqishim ham mumkin. Lekin unasa. Mana o'rtoqlar. Haqiqiy dengizda bo'yidamiz. Kafellar, yaxtalar. Tomosha qilsang arziydigan yerlar. Mana hozir maytdan tushib ko'raman. Unedimi, yo'qmi? Mana.
qandaydir probkalar qo'ygan ekan. Ana hozir ko'ramiz aylanib. Mana hozir yonimizda mashina bo'lib kelayotgan qayiq уже suvga tushib ketyapti aylanib. Mana katerlarga chiqadigan yo'layda yuribman hozir. Hozir soqqasini berib bitta kateri sotib olaman va dengiz bo'ylab aylanaman. To'lqinlanib turar ekan, mana po'kaga yuragim xoliqtirib beryapti. Ko'prichasi yuragim xoliqtirib, boshim aylantirib berar ekan. Nevelskoy deb yozib qo'yibdi. Mana bu ham tuzila katta ekan. Yaxta. Uzoqdan kichkinaga o'xshab turgan bilan. Mana. Ona shaharcha shu tepadan tushib kelganmiz. Nima shekillar tushar ekan. Tomosha qilging keladi. Mana endi plyajga qarab yo'l olamiz. Mana kattalar maza qilishyapti, damda olishyapti. Mana haqiqiy plyaj. Yotishdi. Meni ham cho'milgilarim kelib ketyapti hozir. Xullas cho'milib bo'ldim. Qo'limni ham kesib oldim qirrali toshda. Toshlar juda qirralik. Zo'rg'a yuribman. Qo'limni kesib oldim. Endi sekin qaytaman. Karabillar yomon ko'p ekan. Oyoqlarda ham turibdi. Bu yoqlarda ham turibdi. Besda maza qilib dam olishyapti. Yaxtada kimdir maza qilib suzib kelishyapti. O'nda suzib ketishyapti. Mana o'rislar menga o'xshab dam olishni biladi, ular ham menga havas qilib dam olishga chiqishdi. O'rtoqlar, Vladivostoydan Andijonga, Qo'rg'ontepaga odam va yuk olamiz, pochtalar olamiz, lekin Dardaqacha ololmaymiz. Qo'rg'ontepaga olamiz.
Sharxonsoygacha yetib boramiz. Dardaqoshik Qo'rg'on tepadan chiqarib yuboramiz mashinalarga o'tirib. Bo'lmasa Dardaqda uni nimasiga tiqilib qoladi, ariqlariga. Anjonsoy va Sharxonsoyga yetib boramiz. Sharxonsoy, Anjonsoygacha olib boramiz. Yuk bo'lsa olamiz, odamlar bo'lsa ham olamiz. Cheres dengiz ketamiz, o'rtoqlar. Kimda kim yuk va ketuvchi odamlar bo'lsa olamiz. Lekin uygacha olib bora olmaymiz. Eshigin tagigacha, ko'chasigacha olib bora olmaymiz, rayonlargacha olib boramiz. Qayerda suv bo'lsa, asherga borib to'xtaymiz. Yuk borlar aloqaga chiqarsizlar. Odam borlar. 10-15 ta olaveramiz. Tomiga ham olamiz. Odam ham yuk ham sig'may qolsa, arzonroq olib ketamiz.